Assalomu alaykum, hurmatli buxgalterlar hamda bo'lg'usi buxgalterlar. Navbatdagi darsimiz inventarizatsiyani tashkil etish va o'tkazish. Bilmaganlar uchun inventarizatsiya degani yo'qlovdan o'tkazish yoki sanoqdan o'tkazish. Inventarizatsiyaning asosiy maqsadlari: mol-mulkning haqiqatda mavjudligini aniqlash, haqiqatda bormi yo'qmi, haqiqatda mavjud mol-mulkni buxgalteriya hisobi ma'lumotlari bilan solishtirish. Majburiyatlar buxgalteriya hisobida to'g'ri aks ettirilganligini tekshirish. Quyidagi hollarda inventarizatsiyadan o'tkazish majburiy hisoblanadi. Mol-mulk ijaraga berilganda, sotib olinganda, sotilganda, shuningdek qonunchilik hujjatlarida nazarda turgan hollarda davlat korxonasini o'zgartirishda, yillik moliyaviy hisobot tuzish oldidan. Tovar moddiy zaxiralar 1 yilda kamida 1 marta inventarizatsiyadan o'tkaziladi. Asosiy vositalar 2 yilda kamida 1 marta. Kutubxona fondlari esa 5 yilda 1 marta inventarizatsiyadan o'tkaziladi. Pul mablag'lari, pul hujjatlari, qiymatliklari va qat'iy hisobdagi blankalar oyda 1 marta. Yonilg'i moylash materiallari va oziq-ovqat mahsulotlari har chorakda, qimmatbaho materiallar qonunchilik hujjatlarida belgilangan muddatlarda inventarizatsiyadan o'tkaziladi. Ishlab chiqarish zaxiralari quyidagi hollarda inventarizatsiyadan o'tkaziladi. Asosiy vositalar va tovar moddiy zaxiralar qayta baholanganda, moddiy javobgar shaxs almashganda, o'g'irlik yoki suiiste'mol qilish, shuningdek qiymatliklarning buzilishi faktlari aniqlanganda, tabiiy ofatlar, yong'inlar, falokatlar yoki g'ayritabiiy sharoitlar yuzaga keltirgan boshqa favqulodda vaziyatlar yuz berganda, tashkilot tugatilganda, umumiy moddiy javobgarlik sharoitida jamoa rahbari o'zgarganda, jamoadan uning 50% dan ortiq a'zolar chiqib ketganda, shuningdek jamoaning bitta yoki bir nechta a'zolari talabi bilan inventarizatsiya o'tkaziladi. Inventarizatsiyani o'tkazish uchun tashkilotlarda quyidagi tarkibda doimiy ishlaydigan inventarizatsiya komissiyalari tuziladi. Tashkilot rahbari yoki o'rinbosari, buxgalteriya hisobi xizmati rahbari, ya'ni bosh buxgalter, ichki audit xizmati bo'ladigan bo'lsa tashkilotga ularni ham qo'shish mumkin. Ishlar hajmi katta bo'lganda aktivlar va majburiyatlarni bir vaqtda inventarizatsiyadan o'tkazish uchun quyidagi tarkibda ishchi inventarizatsiya komissiyalari tuziladi. Inventarizatsiyani tayinlagan tashkilot rahbarining vakili, mutaxassislar va buxgalteriyadan bir xodim.